Assalomu alaykum. Bizda hech qanaqa montaj yo'q, preview yo'q, inter nima derdi? Nimadir deydi-ku, ana. Xullas shu. To'g'ridan to'g'ri shunaqa suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Sizlarning qarshingizda Asrorbek, ya'ni Slipoy. Kim ekan bu mesh polvon deb o'ylayotganmisiz? Demak, to'g'ri o'ylayapsiz, chunki meni tanimasligingiz aniq. Kim ekan bu o'zicha bloger yasab olgan deyishingiz mumkin. To'g'ri, bloger yasab olgan. Qarshingizda Slipoy. Bitta like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz, обязательно bloger bo'lamiz. Xo'p, yana nima bo'ldi, deydimi? Mirshakar Fayzullayevga o'xshab shunaqa chiqib qolsam, yana nima bo'ldi? Yana nima bo'lardi? Endilikda reklama, ya'ni korxona ustidagi reklama bannerlar uchun to'lovlar bekor qilindi va ularni reklama deb hisoblamaslik haqida qaror chiqdi. Afsuski, o'zi bu qaror ajoyib bo'ldi. Qanday tushuntirib berishni bilmayapman. Qarang. Toshkent bo'ylab juda ham ko'p biznesmenlarni qaqshatib, dabdalasini chiqarib, reklamalarni yulib olib, buzib, zarar keltirib, bir oydan keyin endi ruxsat deyilyapti. Mayli, uni endi menimcha zararni hech kim qoplab bermaydi, chunki u paytda qaror bor edi, endi qaror yo'q. Shu. Hop, yana yangiliklardan nima deyishingiz mumkin? Yangiliklardan Toshkentni sel bosdi deya jar solmoqda Kun.uz. Darvoqe internetlarda ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Toshkentda juda ham ko'p yomg'irdan keyin suv bosishi kuzatildi. Afsuski, men buni ko'ra olmadim. Sababi Slipoyman. Faqatgina eshitdim. Hop, bu rubrikamiz nima uchun bunaqa video qilyapti desanglar, shunchaki mana sizlar videolarni ko'rasizlar, yangiliklarni ko'rib, tushunib, ko'rasizlar, boshqa qilasizlar. Sizlarga ko'zi ojiz inson yangiliklarni qanday tasavvur qilishini yetkazib bermoqchiman. Xo'p, yana qanaqa yangilik bo'ldi, aytaymi? Yana yangiliklardan, jahon yangiliklaridan Eron urushi tugatilgani haqida ma'lumot keldi va uni ortidan yangi operatsiya boshlangani, ozodlik degan yangi operatsiya boshlangani taqdim etildi. Hamma biladi, o'zimizni Masqarovoz aka, Bratoxa, Paxan gap bo'lishi mumkin emas. Stand-uper desa ham bo'laveradi bu insonni. Shu Donald Jon Tramp aka hamma yog'i boplab yotibdilar, malades, gap so'z yo'q. O'zimizda nima? O'zimizda ham shunaqa ajoyib kulgili voqealar, kulgili qaos ichida albatta kulgili qarorlar muhokamasi davom etmoqda. Yangiliklardan yana biri, ana endi telefoningizga Humo, Uzcard shu kartalaringizdan keladigan SMS xabarnomaning narxi pasaytirilgani haqida ma'lumot berishdi. Bu juda ham zo'r. Desam, sizlar ham zo'r ekan deb o'ylashinglar mumkin, lekin shaxsan menga bilingani yo'q buni ko'tarilishi tushishi. Bundan tashqari, jismoniy shaxslar o'rtasidagi plastik adashdim. Ko'pchilik shunaqa tushundi. Jismoniy shaxslarning plastigi o'rtasidagi o'tkazmalar 0% bo'ldi. Ya'ni o'zingizni plastigingiz orasidagi o'tkazmalar 0% bo'ldi. To'g'risini aytaman, bu qaror chiqqunga qadar o'zimizni kartalarimizga orasidagi foizga borligini bilmagandim. Chunki shundoq ham g'alati. Tasavvur qiling, cho'ntagingizdan 5000 so'm pul oldingiz va chap cho'ntagingizga solib qo'ydingiz. Shuni orasida 500 so'm yo'qolib qoldi. Bu albatta kulgili va g'alati. Undan tashqari ko'p blogerlarimiz, yangiliklar saytlarimiz jar solib, aynan shu yangilikni voy, shok, malades, maza qildik, plastiklar 0% deb jar solishmoqda. Afsuski, bizni oddiygina xalqimiz bunga ishonib, xursand bo'lib ketishyapti. Bu faqatgina o'zingizni kartalaringiz orasidagi pul o'tkazishga taalluqli. Xullas, birinchi rubrikamiz, birinchi videomiz juda ham og'ir o'tyapti, bilmadim, qanaqadir. Qo'llab-quvvatlab, like bosib tursanglar, hammasi joyida bo'ladi. Yana qanday yangiliklar? Menimcha boshqa yangiliklar yo'q. Hozir o'ylab ko'ryapman. Bu ssenariy asosida emas, bu chista chapana.
videoni olyapman, mana shunday joylayman, montajsiz va hech qanaqa ssenariysiz. Agar shu rubrika sizlarga yoqsa, albatta kommentda yozib qoldiringlar. Hozircha yangiliklarimiz, asosiy yangiliklar shu. Umid qilamizki, yaxshi yangiliklar bilan, hali oldi qochdi, kichkina mayda-chuyda yangilik emas, yaxshi yangiliklar bilan keyingi hafta ko'rishamiz. Aytgancha, alkogol bilan sigaretni endi naqd pulga sotib olishingiz mumkin. Afsuski gazni emas. Sog' bo'linglar, umid qilamizki, gaz ochildi deganday gazlarning naqdga ochilishini ham umid qilib qolamiz. Ciao.